Assalomu alaykum kanal muxlislari, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga juda ham yumshoq nachinkali bulochkalar tayyorlab ko'rsataman. Bulochkalar mana ekranda ko'ringlar, qanaqa yumshoq, mazali. Kelinglar, yaxshisi hozir tayyorlab ko'rsatib beraman. Buning uchun birinchi bo'lib bizga 200 ml suv kerak bo'ladi. Albatta iliq suv bo'lsin. 200 ml iliq sut kerak bo'ladi. Chuqur idishga solamiz. 5 osh qoshiq shakar solamiz. Keyin yaxshilab aralashtirib olamiz. Bundan tashqari 2 choy qoshiqda quruq xamirturush solamiz. Buni ham aralashtirib 5 minutga birpas tindirib qo'yamiz. Xamirturush 5 minutda ko'tarilib chiqsa, demak xamirturush yangi, sifatli xamirturush bo'ladi. Demak, mana oshib chiqdi, ko'tarilib oldi. Endi 1 choy qoshiq silli tuz solamiz. Yana bitta tuxumni oqini solamiz. Sarig'ini olib qo'yib turamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi bizga un kerak bo'ladi. 700 gram un ishlatamiz, bo'lib solamiz. Unni solib xamir qorishni boshlaymiz. Un albatta elangan bo'lishi kerak. Xamir qorayotganimizda xamir yopishqoq, ya'ni qo'lga yopishqoq bo'lgan paytga kelganda xona haroratida yumshatilgan sariyog' solamiz yoki shidrelli margarinni solamiz va xamir qorishni davom ettiramiz. Unimizni hammasini solamiz. Xamirga ishlov beramiz. Yumshoqqina xamir bo'ladi. Xamirni ustini yopib, o'rab, issiq joyga olib qo'yamiz. 1 soat xamirni oshirib olamiz. 1 soat vaqt o'tdi, xamir do'mbillab oshib chiqdi. Mana qaranglar, qanaqa yumshoq, elastichniy xamir bo'lgan. Demak, xamirni stolning ustiga olib, bo'laklarga bo'lib olamiz. Xamirni bo'laklarga bo'lganingizda juft bo'lakka bo'linglar, yoki 14 taga yoki 16 taga. Men birinchi 14 taga bo'ldim, ba'zilari kattaroq bo'lib qolgan ekan. Chetlaridan olib 15 ta bo'ldi, lekin bizga juft bo'lak kerak. Har bir xamir bo'lagining grammi 85 gramdan bo'ldi. Shunda menda 15 ta bo'ldi. Zuvalachalarni ustini yopib, birpas tindirib qo'yamiz. Chunki biz bu paytda orasiga nachinka tayyorlab olamiz. Bugun men tvorog ishlataman. Demak, bizga 1,5 kilogram tvorog kerak bo'ladi. Shakarni ta'bga ko'ra solasizlar. 2 osh